Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Ridriv. Do'stlar, bugungi videomizda siz sezganingizdek, mening yurakchalarimga qarab sezganingizdek, hardcore video olamiz. Bu videoda men ko'proq yashab qolishga harakat qilaman. Unda biz videoni boshladik. Xo'sh, men mana shunday joyda spam bo'ldim. Yaxshi spam deb o'ylayman. Birinchi bo'lib mana bizning ishimiz daraxt chopib olish. Hamma ham qiladi, to'g'rimi? Birinchi bo'lib kirganda tezroq daraxt chopib olmasam bo'lmaydi. Agar hozir ulgurmasam, kechqurunga qolib ketaman va zombilar badabish qilib tashlaydi. Badabish ham gapmi? Zaynab qilib tashlaydi, Zaynab. Keyin o'lib hardcore menimizni yo'qotamiz. Keyin nima bo'ladi? Albatta yomon bo'ladi. Meni asabim buziladi. Sizlarga bo'lsa video chiqishi sekinlashadi. Shuning uchun tezroq harakat qilishimiz kerak. Mana shu daraxtni olib olsam bo'ldi. Endi mana bu va mana bu. Qo'yaman. Chekiraman, birinchi kirkamda yasayman. Va ana endi tosh ko'lashga tushamiz. Tezroq ko'lash kerak. Tek. Yo'qmi, ko'mir chiqdi. Yana ko'mir. Yangi versiyalarda ko'mir ko'p chiqadigan bo'lib qolibdi. Aliyo ko'p chiqmaydi endi, ali bitta chiqqanda ham ko'p chiqadi. Oldinlari bo'lsa bitta-bittalabmi chiqardi ular. Men kirkam ham sinaydi qoldi. Mayda suv bormi menimcha? Suv bor. Tezroq bo'lishim kerak, bo'lmasam tunga qolib ketaman. Xo'sh. Menimcha 40 ta yetadi. Otamiz. Ketamiz. Qani. Quyosh уже obed o'qib qolyapti-yu. Tezroq narsalarni esa olishimiz kerak. Xo'sh. Yana 1 va 1 2 1 2. Ana tayyor. Hamma narsamiz endi pechga solamiz. 1 2. Всё. Ana deganda nima qilamayman buni. Ikamiz va ko'mirni olishga boramiz. Tezroq. Tek, hozircha 7 ta ko'mir. 7 ta ko'mir yetami? 8 ta, 9 ta va всё, tugadi, qolmadi. Juda ham kam ko'mir nimagadir. Lekin 9 ta boshi uchun yaxshi. Mana bu kirkamni yana olibman. Qaydan topdim bilmadim. Xo'sh, endi biz ovqat izlashimiz kerak va asosan qo'y qidirishimiz kerak bo'ladi. Ketdik. Va men teparoqqa chiqib qardim. Yonimizda bunaqa qora biyom bor ekan, o'sha yoqqa boramiz. Nima deydi? Mana shu biyom nomini bilmayman. Temniy lisami deydi. Qora o'rmonmi? Ular shunaqa. Qarag'aylar o'rmoni. Shu yoqqa qarab ketamiz. Xo'sh, men tezroq chiqib olsam, mana buni olamiz. Qotdi. Qo'y, faqat qora rang. Nega qora rang? Ana aytchi menga bak. Menga bak. Qo'y. Ana. Nima deyim, yana qo'y ko'raman. Hali nima edi yurdi-yu. Chiqib ketding mana shu qarab. Buni qocha olmaysan, yo'q qochalasa. Ana. Aytdim qocha olmaysan deb. Bak. Birinchi bu o'zimni o'ldirdim. Tezroq beydan ketishga harakat qilyapman, chunki boshdan qo'yishni istamiyorum, lekin mana bular ham kerak bo'ladi. Cho'chqa go'shti yemaymiz. Ana bu yerda biror nimalar yasab olsam bo'laveradi, ovqatlarni pishirib. Men hozir yana bilib qoldimki, menda 4 ta ovqat bor ekan va mana bu
Gullari ham vosh yetmasa yana har xil rangi. Nimaganga, lekin biz birinchi suyakni oldik va birinchi yo'z mobimizni o'ldirdik. Mana shu taraflari yaxshi. Yo'q, qani quyosh. Yo'q. Mana odam yo'q. Mana da ekan, o'zi tun tushyapti. Tak. Birinchi kunimizni ham o'tkazamiz biz. Lekin tezroq olib ketish kerak, bo'lmasa hozir o'ldirib tashlaydi. Tak, fakir va boshqa narsalar yasab olamiz. Yo'q. Yo'lda yana qo'y. Sen men nima deydi ular? Sen meni qutqarasan. Tilimni sevib chiqib ketdi bolalar. O'yladim, men uchun eng yaxshi yo'l mana shunaqa tepaga chiqib olish deb tushunib yetdim. Chunki pastda prosta Zaynab qo'radi. Nima ham qilamiz endi? Qo'yib endi mana shu yerda kutamiz tunda o'tishini. Birinchi tunimiz shunaqa yashinib o'tish bilan bo'ladi. Yo'lda mol ham uchratdim даже. Tak, ko'mir. Bitta ko'mir qaranglar qanday giyinayman, mana bitta ko'mir bilan 3 ta narsani har xil yana. Sizlar bo'lsa ikkitasiga qo'yib ko'mirlarini ketkizib o'tirardilar. Hozir meni o'rnimda bo'lganlaringda agar. Lekin men giyinayman, men juda ham aqlliman. Xo'sh. Hamma ovqatni pishirib bo'lib, men hisoblab ko'rdimki, menda faqatgina 6 dona go'sht bor ekan, boshqa hech nima yo'q. Va men mana shunday qilib kutib birinchi tunimni o'tkazdim. Boshqa nima ham qilardim, to'g'rimi? Va nihoyat mana tong ham otshi ham yomon. Zaynab qo'rdi kuttirib, xullas endi terroristlar ketish kerak, yana ozroq tunchib o'lib, xullas shunaqa boradi. Yo'q, omaddi. Как раз keraksan. Zombi seni aytmadim. Hozir shuni ipini olsak agar. Buni olsak balki uni endi qarasan. Yo'q. Bo'ldi. Bum. Bum. Yaxshi. Birinchi creeperim o'zimni portlatmadi. Daraxtlarni portlatib menga ishlab berdi. Xo'sh, buni ipidan nima qilasiz deb so'raganlarga bunday qilamanda, keyin mana bo'ldi. Biz mana shunaqa qilib keyin hisob yuraveraman narsalarni. Bunday kerak emas bizga. Shunday qilib. Va mana yana bitta creeper portlab yarimta jonimni qoldirdi. Agar hozir yo'q, boshqa video olishga to'g'ri kelardi. Boshqatdan deganim. KFC yeymiz bolalar, KFC. Mana endi ko'rsatmoqchi edim sizlarga inventarimni rostlab oldim deb. O'ylab eng to'g'ri yo'l menga mana shularni ustidan ketish deb qaror qildim, chunki hozir pastdan yursam o'ldirib yuboradi meni. Masalan, juda ham ko'p zombi, skelet, creeperlar paydo bo'ladi. Ovqatim ham juda tugadi. Bir kunlik ekan. Lekin borligiga ham shukr. Yo'limda mana archali biyom chiqdi, ya'ni archazormi deydi o'zbekchasiga. Va qo'yni ham ko'rib qoldim. Bu omad. Hozir borib o'ldirib kunini olaman. Va mana men kravat yasay olaman. Mana ana bo'ldi ana. O'ylab qarasam bunaqa archali biyom menga yo'qmas ekan, shuning uchun men orqamga qaytishga harakat qilishni boshladim. Yo'lda sigir ham ko'rdim.
O'ldirishga bordim va yordim Baki uni endi. Baki. Ana. Tak. Qaytaveramiz orqaga. Bo'lmasa ekan bu ham. Faqat archali ekan. Yura. Va nihoyat yana shunday nimali biyom kelib qoldim va yana jitcha yurib turib qarasam qo'y chiqdi. Rostdan qo'y chiqdi. O'ldirdim. Xo'p, hazır bolalar. Men sizlarga oddiy biyom topdim. Shuni sizlarga ko'rsatmoqchi edim. Endi anshaqda uy qurishga harakat qilaman. Hozir tezroq bo'lsam. Bu unchalik katta biyom emas ekan, lekin yerda tekislik bor ekan. Shu tekislik menga yoqdi. Keyin shu yerda uy quraman deb maqsad qo'ydim. Xullas, shu yerga qarab yo'lalyapman hozir mana ko'rib turganlaringdek. Yo'lda qishloq chiqdi. Yo'q. Tak, qani o'qatim meni mana. Yo'lda qishloq chiqdi. Men aqavara hamma narsani o'marishga qaror qildim. Kim bunaqa qilmaydi deysizlar. Tekinni hamma narsa etdi mana. Va hozir bu yerda yana zo'r narsasi bor-da, bu yerda tekin temir ham bor. Undan oldin bitta uxlab chiqaman hozir yana. Ikkinchi tunimda o'tkazish uchun. Tak. Yopamiz. Uxlaymiz. Yo'q. Turibman уже. Короче, hamma narsani o'maramiz. Bugundan boshlab bu qishloq meniki. Hamma narsa meniki xullas. Onalarga tegmayman chunki hozir hali bloklardan olib keyin non qilib yeyman. Mayli, unaqa urug'lar kerak bo'ladi-da. Tak, qanisanlar. Qanali Golemchik. Yo'q, bu savanna ekan bag'i. Mayli, ana qarab ketaveramiz. Men ikkita narsani ko'rib qoldim. Bittasi golem va kuznitsa, ya'ni temirchini uyi. Bu omad degani bu bolalar, omad. Hozir biz bularni o'marib ketamiz. O'marisham gapmi? Ya qavalimon qopti uni bechara. Yo'q. Deyarli hammasi kerakli. Juda ham omadli nimaga duch keldim. Tabriklanglar bolalar. Seni ham o'ldiraman. Baki. Hozir. 1, 2, 3. Endi Baki. Yo'q. Qochinglar. Qoch. Jon kerak bo'lsa qoch. Yo'q. Qanday 3 ta blokda urdi? Sakradim nima bola? Tak, mayroq qo'yib 1, 2, 3. Mana endi bo'lish kerak. Yo'q, ishonaman. Xo'sh. Va o'ylaganimdek urolmay qoldi. Onangning yer. Hagini urib o'ldirib turading-a. Va mana Iron golemni ham o'ldirib, men temirimni oldim. 3 ta temir tushdi. Nima deymiz? Normalniy. Xo'sh, yana nima olishim mumkin? Bori ham shu ekan o'zi. Xo'sh. Baki. Ovqat yo'q, tepaga chiqarib yubordim-a. Tekin ovqat hech qayerda topilmaydi.
Faqatgina shu qishloqlarda tug'iladi. O, sabzilar, sabzilar. O, kartoshka. Olmasang o'zing o'g'lima. Qarab turaversanmi sen? Yo'qmi-yo'q, tepadagi jitel. Alaqtirayapti bilmayman. Ovqatimiz yemay qoldi. Bolalar yerda haligi blokda nimasi bor-ku, pshenitsami nima deydi, bug'doyli blok yo'q ekan. Mana. Xo'sh, bu yoqqa kelinglar. Bu qishloqda bor yo'g'i shu 15 dona bug'doyli blok bor ekan. Va bu yerda sandiq va bu yerda to'liq ovqat. Qishloqqa ham faqat ovqat uchun kelsa kerak hamma. Men hozir bolalar bitta nimani sezib qoldim. Mana qaranglar. Bizga 9 ta nimaga nima beryapti? Bitta, keyin bag'a 4 ta kitob bersak bitta nima beradi? Bu yerdan bo'lsa 9 ta tushadi. Demak, bitta olsa 2 ta ola olamiz. Lekin mana bu nimasini kamaytirish kerak. Shunda o'xshaydi bu biznes. Mana shu qishloqni bekitib ketaman kerak men. Shunaqa gaplar o'tmaydi. Ikkovsini bekitib ketaman mana shu yerda. Shu. O temir. Birinchi temir emas, endi o'zim kal olgan birinchi temirni topdim. Bitta emas ekan. Bitta. Xo'sh, yanasi? Yo'q, bitta. Qishloqdan ancha uzoqqa ketib, mana shu taraflarda bo'lsa qishloq. Mashg'ulotlarga borib turib, va nihoyat mana o'zimga kerakli bo'lgan uy qurish uchun joy topdim. Uyda qanaqa nimada quramiz? O'sha haligi serverda qurgan uyimdan quraman. Shunda sal chiroyli bo'ladi. Eng chiroyli qurgan uyimdan biri shu. Shuning uchun shu uyda quraman. Unda boshladim. Keyin birinchi o'rinda 3-kunni o'tkazish uchun uxlab oldim. Ketdik. Xo'sh. Va mana 4-kun. Narsa yig'ib kelish kerak bo'ladi, lekin men undan oldin qalqon, qilich hozir va kirka yasashga qaror qildim. Eng kerak narsa yasabman deb o'ylayman. Yasadim deb o'ylayman. Xullas bor o'sha bug'doyli blokumdan nonlar yasab, hozir bloklar olib kelgan ketyapman. Haligi uy uchun kerakli bo'lgan bloklar, daraxt, xullas shunaqa narsalarni olib kelgan ketyapman. Bo'lsam hozir qaydan olaman rostdan? Sandiq qo'yib, xullas shunaqalar qo'ydim. Unda boshlandi. To'xtanglar, bitta bolta yasab olaylik-da. Bitta emas, ko'p kerak bo'ladi. Ana. Qo'l yetadi. Menimcha yetadi. Mana qo'yat. Mastak degandan keyin bo'ladi. Va mana stak bo'lishga nimam yetmadi. Vaqtim, ya'ni sabrim yetmadi. Xullas, men mana shuncha to'pladim. Qo'limdan kelgancha ko'p. Yetmaydimi bilmayman. Yetadigan umiddaman, chunki mana shu butun bir kunimni ketkizib yubordim mana shuni deb. Mana shu 4-kunni ketkizib yubordim. Endi bizga tosh kerak. Juda ham ko'p tosh. Bitta joydan qaziymiz. Hammasini. Xullas. Ya'ni savanni. Bular narsa quramiz-da. Yiroq narsa quramiz. Просто shunday qazib ketaveramiz.
Va nihoyat mana qancha vaqtdan so'ng qazib bo'ldim mana shuncha keraklicha narsalarda. Yo'lda chiqqan manimcha ko'mir va temirlarni ham qazib olishga qaror qildim. Balki keyinchalik kerak bo'ladi. 5-kunimni ham deyarli o'tkazib yubordim. Tuni bo'yi qazidim, shu Minecraft tuni bo'yi. Voh. Juda ham ko'p vaqt oldi. Esimdan chiqib qoldi, qaqiruvdik. Ana. Hozir ularni eritishga qo'yib qo'yamiz. Yo'q-mo'yo. Juda ham ko'p pechkalar kerak bo'ladi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane. 9 ta pechka. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Shuna ovqat va nimani solib qo'yamiz? Temirlarni eritib qo'ygan temirlarim bor. Hammasiga solib chiqamiz va keyin pishishini kutamiz. Va mana oxirgi stak qo'yil. Ayni keragicha pechkalar yasabman. Hozir biz to'liq kiyinib olamiz temirda. Yo'q-mo'yo yomg'irda yog'ib yuborganini uxlab ham bo'lmaydi. Bolalar, sizlarga bitta narsa eslatib qo'ymoqchi edim. Barcha yangiliklar YouTube kanalimdan oldin, albatta Telegram kanalimda aytib turaman. Shuning uchun Telegram kanalimga ham o'tib obuna bo'lib qo'ying. Silkasini kommentariyalarda qoldiraman. Yo'qmi? Birinchi zombiyim xo'sh. Va bo'ldi. Qo'yamiz. Va mana oxirgi ingredient, ya'ni kiyimlarimning oxirgisi va mana bo'ldi. Endi biz fullni shu nima deydi? Gapni esdan chiqarib qo'ydim. Xullas, Jelezniy Chelebekmiz. Temir odammiz. Tabriklayman bolalar. Temir odamman, короче. Bo'ldi, endi o'zimizga qaytamiz. Men bunday belkuraklar nimaga yasayapman? Topinglarchi. Albatta mana bu yerni tozalagan. Bo'lmasam hozir yetmaydi. Va mana deyarli platformam tayyor. Xullas mana bu yerda bir platforma bor edi, bunday kichikroq yer bor edi. O'shani olib tashladim va pastdagi sal kattaroq platformani kattalashtiryapman. Bizning mana shu yerda uyimiz bo'ladi. Va mana nihoyat menda o'sha kerakli darajadagi platforma, ya'ni joy tayyor edi. Lekin mana bu toshlar hali ham pishayotgan edi va tayyor bo'lmagan edi. Xo'sh, temirni bu yoqqa qo'yamiz. Taraflar tayyor. Menimcha bularni yana bir marta ham pishirib chiqish kerakmi? Yo'q, menimcha esimda bo'lsa yo'q, kerak emas edi. Xo'sh. To'xtanglar-da. Hozir bizga shuncha ham yetib qolish kerak. Yo'q, hali tomlar nimalarda kerak bo'lsa, yo'q, yetmaydi. Bori nima qilaveramiz. Hozir men tepadagi hali pishmagan toshlarni olib qo'ymoqchi edim, lekin o'ylab qarasam, ular ham hali kam ekan. Xo'sh. Va mana darahop fundament qurish boshladim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Va mana platforma ham tayyor bo'ldi. Endi menga polga qo'yish uchun bloklar kerak bo'ladi. Bu bloklarni esa inventarni o'zida ham yasasa bo'ladi. Bu bizga plyus bo'ladi. Chunki versakda oldiga borib kelishimiz shart bo'lmaydi.
Polni butunlay qurib bo'ldim va mana ferma bilan shug'ullanyapman. Va nimagaki keyinchalik ochlikdan o'lib qolmaslik uchun. Kichkinacha ferma paydo bo'ldi va mana mening o'sha devorlarim ham devorim deyman. Polim bitta. Pol uchun deyarli barcha toshni ishlatib yubordim. Xullas, mening 8-kunim shunday qilib o'tdi. 9-kun men unday o'sha devorlarni fundamentini ko'tarishga qaror qildim. Mana qilyapman shuni ham 1 2 3 4 5 6 ana endi keyingisi. Bugungi videoda nima qildik? Bugungi videoda biz o'z hardkorimizda birinchi 10 kunimizni o'tkazdik va uyimizning qurilish nimalarini boshlab qo'ydik. Hamma narsasi tayyor. Faqatgina yana ozgina rejissor olib kelish kerak bo'ladi. Videoning davomi esa qachonki mana shu videoning ostida 10 ta like yig'ilgandan so'ng chiqadi. Unda hammaga xayr. Video ham tugadi. Obuna bo'ling va like bosing.